18-may bugun arzon variantlarni qo'yib boramiz. Kvartira Plus uy bozor kanalida kuzatib boring. Uy bozorga keldingizmi? Uy bozordamiz. 18-may Chilonzor uy bozoriga kelganmiz. Chilonzor 26-kvartal. Bir xona, ikki xona qilingan 5/5, 43 kvadrat, 2/6 balkon. Sredniy remont. Narxi 41.800 turishgan ekan. Necha pul qilib berasiz aka? Ozgacha o'tadigan joyimiz bor. Telefon qilsanglar, bemalol narxini tushirib olsanglar bo'ladi. Chilonzor yana bitta uylari bor ekan. Chilonzor 14-kvartal. Bir xona 4/4, 39 kvadrat metr. 2/3 balkon. Tarsoy ekan. Sredniy remont. $41.200. Buni ham telefon qilsanglar, narxini kelishtirib beradilar. Nomerlari 88lik 631 1311. Ozgancha o'tiladi. Kelishtirib beradi. Yana bitta yaxshi variantimiz chiqib qoldi. Olmazor tumani, Sag'bon ko'chasi. Bir sotiga $35,000 turgan ekan. Fasadi 5,5. 6 xona ekan. Necha pul qilib berasiz aka bo'lishini? Bo'lishi, xudo xohlasa, kelsa 33 qilib beramiz. Bemalol telefon qilib egasi bilan gaplashishinglar mumkin. Nomerlari 97lik 738 0570. Yana bitta nomerlari bor ekan 99lik 845 44 40. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Mana siz tushuntirib bering. Yo'l yuzida, orqa oldi ko'cha. Oldi ko'chaning yuzi, uyning ro'parasiga masjid tushyapti, uy ro'parasiga. Orqa taraf asfalt bo'lgan, yangi mahalla, stalbalar qo'yilgan, yangi asfaltlar bo'lgan tinch mahalla. Oldi taraf ko'chaning yuzi, orqa taraf tinch mahalla. Xohlaganlarga 5 sotu 2,5 qilib bo'lib ham sotiladi. Xohlaganlarga. Necha puldan qilib berasiz? Sotig'ini 40 ming deb turgan ekansiz. Sotig'ini 40 mingdan qilib beramiz, sal o'tib beramiz, okey. Bo'ldi, mana telefon qilaveringlar. 94lik 383 33 84. Chilonzor uy bozorida yana bitta yaxshi variantimiz chiqib qoldi. 5-kvartal Chilonzor, Novza metrosiga, Hamza metrosiga yaqinroq joydan. Bir xona 3-etaj, 4 etajli dom. 1,5 ga 3 balkon, remont sredniy. Narxini $45,000 deb turgan ekanlar. Kvartira Plus uy bozoridan telefon qilsanglar, $1000 o'tib berar ekan. $44,000 ga bosib yuborsanglar bo'ladi. 97lik nomerlari 423 0297. 97lik yana bitta nomerlari 773 0297. Arzon variant so'raganlar uchun общежитие Chilonzorda 3-kvartalda bir xona, 2 xona qilingan 4-etaj. $20,000 deb turibdi ekan. Kvartira Plus uy bozoridan telefon qilsanglar, yana $1000 o'tib beraman dedi. Telefon nomerlari 90lik 920 6801. Sergelidan uy so'raganlar uchun yaxshi variantimiz chiqib qoldi. Greenhouse firmani bilgan biladi. 3-bekat metroga 300 metr ekan. Bir xona 9 etajdan 9-etaj 10 etajga dom. Yarasida 44 kvadrat ekan. Narxi $48,000 deb turibdi ekan. Kvartira Plus uy bozor kanalidan borsanglar, narxini kelishtirib berar ekanlar. Necha pul qilib berasiz aka? 500 ga beraman. $500 o'tib berar ekanlar. Telefon nomerlari deraza balkonlari shotka bo'lgan. Ha, bo'ldi. Telefon nomerlari 93lik 626 72 79. Ikkinchi nomerlari 99lik 692 72 79 ekan. Bir xonali arzonroq kvartira so'raganlar uchun 13,900 ga 14 kvadratlik Severniy vokzalining orqasida общежитие chiqqan. Usloviyasi общий ekan. Telefon nomerlari mana 90lik 323 30 97 95lik 127 30 97. 5/5. Chilonzordan so'raganlar uchun 23-kvartalda 2 xonali 5/5 kirpechni dom ekan, 40 kvadrat metr yozib qo'ygan ekan. 42 kvadrat ekan bu aslida. Noto'g'ri yozilgan ekan. Narxini 42,500 start versiyada deb turgan ekan. Kvartira Plus arzon kanalidan borsanglar, kelishtirib beradilar. Necha pul qilib berasiz aka? Kelishtiramiz, telefon qilaverasiz. Telefonlari 90lik 174 0406 0406. Ikkinchi uylari ham bor ekan. Metro Gafrigliam Ganga metrosida. 2 xonalik 44 kvadrat 45 kvadrat ekan. 4/4 ekan. Narxi 56,500. Mana telefon qilsanglar, mana pastdagi nomerga telefon qilsanglar, bemalol egasi bilan gaplashib kelsanglar bo'ladi.